O'rtoqlar, bitta neobычный uyimiz chiqib qoldi. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, Chilonzor, Do'mbrobod mahalla 4-internatda yonginasida joylashgan 2 qavatli g'ishtli uyimizni birinchi etaji, bitta bir xona, bitta 2 xona. Xohlasanglar bitta qilib sotiladi, xohlasanglar отдельно qilib sotiladi. Narxi shikolat. Yo'lni yuziga ham uncha uzoq emas. Ko'rasizlar, o'zini shunaqangi tinch hovlisi, shunaqangi tinch mahallaga joylashgan. Video o'tkazib olmaylar, olib kirib ko'rsataman. Bitta xonasi ko'rishinglar mumkin, yo'lni yuziga qarang, noto'g'ri qilsa ham bo'ladi. Naryoq tomonda oshxonasi. Ko'rasizlar? Buni yonginasida sanuzeli ancha kattagina ekan. Xo'p. Spalnisi kattalar uchun bitta yotoqxona qilingan. Xo'p, bu yoq tomonda esa prixoshkasi, kirish qismi. Bu tomonda yana bitta yotoqxona, spalni kattalar uchun. Buni yonida sanuzel, yana hojatxonasi ko'rishinglar mumkin. Uyda o'zgartirilgan, bu prixoshkadan yurib keladigan bo'lsa, veranda. 2 ga 6 verandasi ko'rishinglar mumkin. Xrushchevskiy domladan ikkita uy bitta qo'rilgan. Xo'p, o'rtoqlar, lokatsiyani hamma bildi. Lokatsiya bomba, kvadratura ham ancha katta. Bunaqangi narxda bu yerda topish juda ham amri mahol. Narxi keladigan bo'lsa 68 ming kelishiladigan joyi bor. Ikkala uyga. Radiyalni ham kelishsa bo'ladi. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz. Hozir aloqaga chiqib savdolashsalaring bo'ladi. Videoga like bosinglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar.